bitta narsani tushunmayman. Chechenka shu bolalar massajni ochib boyib ketganda bo'ylab qo'yib ketishadimi yoki-da uyga kira olmaymiz, uyga qo'ya olmaymiz, davaysi shu ishxonasiga хотя бы qo'yib ketamiz deb bo'ylab qo'yib ketishadimi? Voy, kamera mayli, xo'p kameradan qo'rqmadi deylik. Allohdan qo'rqmaysizlarmi? Ey, ishoninglar. Basharanglar bilan qo'yib yuborardim. U baxtinglarga shu erim ozgina mana shu dindan xabari bo'lib, insofli bo'lgani uchun qo'y onasi kerak emas. Sharmanda qilma. Baribir hozir men kamera qo'yganing bilan nima u borib o'sha o'qitgan, kimga o'qitgan bo'lsa orqaga qaytarib nima qilarmidi? Qo'y, Allohga kifoya qil. Anaqasini qilamiz. Xudo xolisa hammasi yaxshi bo'ladi. Ko'nglingga olmagin deb meni har doim bosib keladi. Bu birinchi marta emas. Bolalar o'sha kravat massaj oladigan anaqani tagiga toshlarni yopishtirib ketishadimi, ninalarni tiqib ketishadimi? Astag'firulloh, astag'firulloh.